32 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi navbatdagi jang Javlonbek Jahongirov va Abdulloh Shavkatjonov o'rtasida. Yana o'sha qarama-qarshilik Olmurod boks Buvayda tumani boks maktabi tarbiyalanuvchilari. Bokslar ringda har qalay ringda biz Abdulloh Shavkatjonovni ko'ryapmiz. Buvaydalik bokschi. Demak, jang boshlandi. Birinchi raund. 32 kilogram. Aniqlab oldingiz, qizil qo'lqopda, qizil kiyimda Olmurod boks maktabi tarbiyalanuvchisi Javlonbek Jahongirov, Abdulloh Shavkatjonov va kuzatuv yo'q, darhol shiddatli jangga kirishib ketishdi. Chap qo'l, o'ng qo'l zarbasi, yana chap qo'l yon taraflama zarba. Maktab o'zaro kurash olib boryapti va mana shu maktabning shashti baland bolakaylari biroz texnika esdan chiqqan, shiddatni birinchi o'ringa qo'ygan holda jangni davom ettirishmoqda. Bir qadam ham ortga tashlanayotganicha yo'q birinchi raundning o'zida. Zarbalar shodasi va yakuniga yetmoqda raund. Jalil Rustamov ko'rsatma beryapti. Hozir yon tarafdan qo'shimcha ko'rsatma qaysi ma'noda yoniga og'dirish kerak deb aytib o'tirdi. Va ikkinchi raund ham bundan mustasno emas. Chap qo'l, o'ng qo'l zarbalari ketma-ket chap qo'lda endi Shavkatjonov yaxshi zarba, undan avvalroq esa Jahongirovning ketma-ketligi mana shuni o'rta masofaga turib olishyapti va tinmasdan zarbalar yo'llashyapti bir-biriga. Klinch yaqin masofa, bu yerda aniq zarbalar yo'llash biroz qiyin. Chap qo'l jab. Yana mana shu chap qo'l jab amalga oshyapti, yana chap qo'l. O'ng qo'lda javob qaytdi ikkinchi raund yakunida. Yana o'sha shiddatni oshirishga harakat qilishyapti har ikkala bokschi. Oh, qanday ovoz chiqardi hozir. Uchinchi hal qiluvchi raund. Mana shunday shiddatli jangda, shiddatli bahsda jab, yana bir jab. Ikkinchisi ham o'tdi Jahongirovda. Jang davom etadi. Mana bu vaziyatda Shavkatjonov ham yon taraflama zarbalarga tayanib jangni davom ettiryapti. Va bo'ldi, bahs yakuniga yetdi. Jang yakuniga yetdi, g'olib nomini bilib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Bu uchrashuvda Jahongirov Jahonbek Onmurod boks klubi bokschi g'alaba qozondi. Javlonbek Jahongirov g'alabasi. Otabek Onmurod boks. Turdialiyev Dilshodbek Bo'ynitima. Navbatdagi jang g'olibni bilib oldik. Otabek Abdurahimov va Dilshodbek Turdaliyev o'rtasida. Maktablar o'sha.